Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor Alloh taologa hamd, payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bizlarga Alloh taoloning rahmati, payg'ambarimizning shafoati nasib aylagan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. 4-kitob 138-hadis. Bizga Ali ibn Abdulloh so'zlab berdi. Sufyon Amirdan so'zlab berdi. Kurayb menga ibn Abbos roziyallohu anhumadan xabar qilib bunday dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam uxladilar. Xurrak ham otdilar. So'ng namoz o'qidilar. Sufyon ba'zan yonboshladilar. Hatto xurrak ham otdilar. So'ng turib namoz o'qidilar ham degan. Ali ibn Abdulloh shuningdek buni bizga Sufyon bir necha marotaba Amirdan, u Kuraybdan, u ibn Abbosdan so'zlab bergan dedi. U ibn Abbos aytadi: bir kecha xolam Maymunanikida tunab qoldim. Nabiy sallallohu alayhi vasallam tunda turdilar. Ya'ni kechaning bir qismi o'tgach, Nabiy sallallohu alayhi vasallam turib, osig'liq turgan eski meshdan yengil tahorat oldilar. Amir yengil qilib ozaytirib deb izohlardi. U zot turib namoz o'qidilar. Men ham u zot tahorat qilganlari kabi tahorat qildim. Kelib u zotning chap taraflariga turdim. Sufyon gohida so'l taraflariga deb aytardi. U zot menga aylantirib o'ng taraflariga oldilar va Alloh xohlagancha namoz o'qidilar. So'ngra yonboshlab yotib uxladilar. Xurrak ham otdilar. Keyin muazzin kelib namoz vaqti bo'lganini bildirdi. U zot u bilan birga namozga turdilar va tahorat qilmay namoz o'qidilar. Sufyon aytadi: biz Amirga odamlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'zlari uxlaydi-yu, qalblari uxlamaydi deyishadi dedik. Amir: men Ubayd ibn Umayrning anbiyolarning tushlari vahiydir deb ortidan men tushimda seni so'yayotganimni ko'rmoqdaman, o'qiganini eshitganman dedi. Soffat surasi 102-oyat. Izoh: uxlaganda tahorat sinmasligi payg'ambarlarga xos narsa. Bu ma'no hadisning o'zida ham zikr qilinmoqda. Shuning uchun Hanafiy ulamolar bir narsaga suyanib uxlagan kishining suyanchig'i olib tashlanganida yiqilgudek bo'lsa, uning tahorati sinadi deyishadi.